Yemag'am Bismi Alloh digilu qo'ygil qadam. Hurmatli oqsoqollar, onajon va opajonlar, aziz qardoshlarim va muhtaram mehmonlar. Bugun yuraklarimizni titratgan, tariximizning sezini bugunga olib kelgan shanlik uchun yig'ildik. Uzoq yaqin demasdan, issiq sovuq demasdan tashrif buyurgan har bir ishtirokchimizga xush keldingiz aytaman. 29 Mizon O'zbek tili milliy bayrami hammamiz va barcha Timur nishoni o'zbek va turk xalqiga muborak bo'lsin. Bugun shunchaki taqvimdagi sona emas, bugun bir xalqning ovozi o'chirilmoqchi bo'lgan paytida tog'lardan aksi sado bergan, yana qaytadan tug'ilgan kundir. Bugun bir mujodilaning qarshiligi, bir ilning kimligi, bir madaniyatning merosidir. Butun 3 asr davomida Afg'oniston to'proqlarida yashagan o'zbeklar, turkmanlar, qirg'izlar, qozoqlar va barcha turk bo'ylarining o'z kimligi, madaniyati asrash uchun buyuk zilzilalardan o'tgan kunidir. Otalarimizning ko'zida umid, onajonlarimizning tilida duolar bor edi. Ular tillarini asrash uchun yuraklarini qalqon qildilar. Maktablar yopildi, kitoblar yoqildi. Ammo qo'shiqlar jim turmadi. Bir Alloh, bir daston har doim o'zbekcha qoldi. Shamolning tog'larida, Javuzjonda, Foryobda, Balxda, Sarpulda, Qunduzda, Tahhorda har bir turk yurti ona tilini yuragida amonatdek saqladi. Til o'lsa millat ham o'ladi. Ammo biz faqat sabr qilmadik. Biz yozdik, o'yladik, tog'larni yurib ko'rashdik. Afg'oniston o'zbeklarining qalamida umid bor edi. Zabardast yozuvchilar, oshiq shoirlar, xalq baxshilari, ilm va irfon karvonidagi mo'tabar professorlar o'zbek tilini faqat so'z bilan emas, yurak bilan yashatdilar. Ulug'vor yozuvchi shoirimiz shunday deb yozadi: O'g'on tobug'iga ne yozug'i o'tgan hazin qulman. O'g'on tobug'iga ne yozug'i o'tgan hazin qulman, kiyondim noza har yon bog'lab umid ila ko'ngilman. Teşekkür. Tilim Türki, diyorim Anduxoy erkin yurib gezgum. Tilim Türki, diyorim Anduxoy erkin yurib gezgum. Shibirg'on maymana, Balxu qatag'an hamda Sarpulman. Teşekkür. Qayon borsam sharofat shishasi qo'ynimdadir doim, qila olmam sarohidek qamuq majlisda qulqulman. Raqibo bu xazon dashtida losh izlovchi quzg'unsan. Raqibo bu xazon dashtida losh izlovchi quzg'unsan. Adab yashnoq bahoristonida sayroqi bulbulman. O'zbek tili Navoiy hikmatining, Boburning jasoratining, Mavlononing merosini o'zida mujassam qilgan. Bizning tilimiz nafaqat Foryobning vodilarida, Sarpulning tog'larida, Javuzjonning bog'larida emas, Omudaryoning shab bedosida, Balxning changli ko'chalarida, Mazor Sharifning gumbazlarida sayraydi. Bu ses Samarqandning nafasida, Herotning yuragida, turk dunyosining qalbida titragan va joy topgan. Chunki biz bu zaminning asl yulduzlarimiz. Biz Amir Timurning avlodi, Alishir Navoiyning merosi, ko'k turklarning qilichimiz. Va mana 300 yillik sabr, talosh, mujodala va kurash so'ng bugun 29 Mizon o'zbek tili rasman toniladi. Va Afg'onistonning rasmiy tillaridan biri bu asrlarda davom qilgan da'volarga javobdir. Ey yoshlar, ey yigitlar, ey qazonchli baxtimizning chiroyli ayollari. Bugun sizning bayramingiz.
Sizlarning tilingiz nafaqat so'zlash uchun, uni yashatish uchundir. Qalamni o'zbekcha tuting, qo'shiqni o'zbekcha kuylang, hikoyatni o'zbekchada yozing. Millatni tili yo'qotsa, o'tmishini ham, kelajagini ham yo'qotadi. Lekin siz tilingiz bilan hech kimsa sizni yo'qota olmaydi. Bugun boshimiz tek, yuragimiz g'ururga to'la, chunki biz bilamiz, tilni asragan millat hech zamon mag'lub bo'lmaydi. Hozir esa hurmatli xonim Samiradan